Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugungi videomiz ko'pchilikni qiynayotgan bir mavzu haqida bo'ladi. Ya'ni farzandimni telefondan qanday qilib uzoqlashtirishim mumkin? Ko'p ota-onalar shikoyat qilishadi. Farzandimni qo'lidan telefon tushmayapti. O'yinlar, multiklar, YouTube bunga qanday qilib chek qo'yishim mumkin? Aslida bolaga biz telefonni qo'y deymiz, lekin alternativa bermaymiz. Natijada esa bola uchun eng qiziqarli, eng oson yo'l yana telefon bo'lib qolaveradi. Shuning uchun men sizlarga bugun telefondan voz kechtirishning 5 ta eng samarali usulini aytib bermoqchiman. Bu usullar juda ham oddiy, lekin muntazam qo'llaganingizda farzandingiz o'zi telefondan voz kechadi. Avvalo bir narsani yodingizda tuting. Telefonni butunlay taqiqlash eng katta xato. Bola nimani taqiqlasangiz, shunga ko'proq qiziqishni boshlaydi. Bola telefondan foydalanish vaqtini biladi. Birinchi eng samarali usullardan biri to'g'ri yo'l vaqtni belgilash. Ya'ni ovqatlanib bo'lganingdan so'ng 30 daqiqa telefondan foydalanishing mumkin. Yoki-da darslaringni tayyorlab bo'lganingdan so'ng 20 daqiqa telefondan foydalanishing mumkin. Bu bola uchun aniq bir qoidaga aylanadi. Ya'ni telefon bor, lekin undan foydalanishning o'z vaqti bor. Vaqt tugagandan so'ng bola sekin-asta telefonni o'zi qo'yishni boshlaydi. Ikkinchi eng samarali usullardan biri o'zingiz bolaga namuna bo'ling. Ya'ni telefonni qo'y emas, balki bu ishlarni o'zingizdan boshlang. Agar siz uyda ko'proq telefon bilan ishlasangiz, bola ham shunga taqlid qiladi. Agar siz ko'proq kitob o'qisangiz, bola ham shuni takrorlaydi. Telefonni qo'y deyishdan oldin o'zingiz telefonni qo'ying. Uchinchi eng samarali usullardan biri, ya'ni bola telefonni zerikkanda oladi. Demak, bola uchun qiziqarli mashg'ulotlarni yarating. Misol uchun, har xil konstruktorlar, rasm chizish, musiqa, sport, o'yinlar, mana shunday mashg'ulotlar bilan bolani band qiling. Bu mashg'ulotlar bolani nafaqat telefondan chalg'itadi, balki bolani qo'l motorikalarini rivojlanishiga va tafakkurini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Natijada bola o'zi telefondan chalg'iydi. To'rtinchi eng samarali usullardan biri bola bilan birgalikda vaqt o'tkazing. Ya'ni bola uchun eng kuchli vositalardan biri bu oilaviy vaqt. Bola uchun eng baxtli onlar siz bilan o'tkazgan vaqtlari hisoblanadi. Shuning uchun farzandingiz bilan birga taom tayyorlang, birga o'yinlar o'ynang, birga sayr qiling va bu mashg'ulotlar bolaga ko'proq quvonch beradi. Bolaga shu alternativa bo'lsa, telefon uning asosiy zavq manbai bo'lmaydi. Navbatdagi 5-chi eng samarali usullardan biri rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'ying. Bu bolaga yaxshi motivatsiya beradi. Misol uchun, bolaga kichik maqsadlar qo'ying va kichik sovg'alar bilan rag'batlantiring. Bu juda yaxshi ishlaydi. Masalan, telefondan kamroq foydalansang, parkka boramiz. Bir hafta telefonni o'z vaqtida qo'ysang, senga kitob sotib olamiz. Bu usullar bolaga motivatsiya beradi va o'z-o'zidan telefondan voz kechishini ta'minlaydi. Aynan shunday muhit Registon bog'chasida mavjud. Biz Registon bog'chasida har bir bolaga alohidadan yondashamiz. Chunki har bir bola o'z qiziqishiga, o'z ritmiga ega. Shu sababli mashg'ulotlarimiz juda jonli va juda qiziqarli tarzda o'tadi. Bolalar mashg'ulotlarga shunchalik qiziqib ketadiki, ularni darsdan chalg'itishning o'zi qiyin. Ular o'zlari izlanishni, yaratishni xohlashadi. Shu qiziqish bandlik tufayli bolalarda telefonga bo'lgan qiziqish qolmaydi. Kun davomida ular shu darajada band bo'ladilarki, uyga borganda ham telefondan foydalanishga ehtiyoj qolmaydi. Aksincha, o'zlari mustaqil ravishda interaktiv o'yinlar topadilar va ota-onalariga yordam beradilar. Farzandingizni shunday o'sishini xohlasangiz, hoziroq ushbu raqamlarga bog'laning.